Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2026-yil 22-iyun ekan. Bugun bir video qilyapmiz. Bu birinchi chuvalcham boqayotgan joylarimiz. Bu yer mana juda salqin joylar, yong'oqlar, o'riklar. Chuvalchanglar juda zo'r holatda ishlashyapti bu yerda. Namlilari ham juda zo'r. Namlilari juda zo'r. Juda yaxshi ishlashyapti bu yerda. Mana o'riklar, salqin joy. Hozir kunda issiqda shunaqa salqin joylar bo'lsa juda yaxshi ishlashar. Bu chuvalchang boqayotgan ikkinchi joyimiz. Bu yerlar ham salqin mana. O'rik bor. Mana soya setkalarni tortib yubordik. Kunlar isib ketgani uchun quyoshni mana to'sib turibdi. Quyoshdan mana ancha to'siyapti. Bu yerda ham chuvalchanglarning holatlari juda zo'r. Salqin joylar. Bu chuvalchang boqayotgan 3-joyimiz. Bugun mana 22-iyunda soya setkalarni tortib tugatdik. Soya setka tortmasak bu kun juda isib ketyapti. Kundan kunga bugun 31 gradus issiq ko'rsatyapti. Shanba bozor kunlari 40 gradusga chiqar ekan. Shuning uchun soya setka tortib yubordik. Bu ham anchalar 50% quyoshni to'siyapti mana. Hozir bu paytda tagida bu yerlarda yur bo'lmag'arida mana bemalol salqin beryapti. Mana bu yerda ham ishlasa bo'laveradi endi. Mana kun 5 dan o'tyapti, kun issiq. Shuning uchun soya setkani tortdik. Bugun mana tugatdik soya setkalarni tortib. Yaxshi chiqdi. Chiroylicha unchalik bo'laveradi, yomon emas, xudo xolasa. O'tgan yili yaxshi ishlash olmagan bu yerda. Kun juda isib ketgan, yoz ichi 2 oy, 3 oy ishlash olmadi chuvalchanglar. Kuzga borib yana ishlashda davom etgan. Shuning uchun bu yil yana yaxshi ishlashadi xudo xolasa. Endi ustiga o'ylab turibmiz, bir materialmi yoki qamishmi. Hozir pahol top bo'lmayapti. Ustiga xudo xolasa qamish toshaymiz yoki
bir material tashlaymiz. Shuning uchun yozda ham bular juda yaxshi ishlashadi, xudo xolasa.